burun to'sig'i qiyshayishiga ikki xil omil bor. Bittasi travma, ikkinchisi noto'g'ri o'sishi. Travmada birinchi travma bola tug'ilayotgan vaqtida bosh torchanoqqa tiqiladi, natijada ba'zi hollarda burun bosilib qoladi. Shuni hisobidan burun to'sig'i qiyshayib qoladi. Ba'zi bolalarda tug'ilish bilan sirazi burunlar bitib boshlasa, ba'zi hollarda 20 yoshda, 50 yoshdan keyin ham bezovta qilishlari mumkin. Endi ikkinchisi noto'g'ri o'sishi. Noto'g'ri o'sishida e'tibor beradigan holatimiz burunning anatomiyasi hisoblanadi. Burun anatomiyasiga e'tibor berganimizda burun to'sig'i ikkita qismdan iborat bo'ladi. Yarmi tog'ay qismdan, qolgan yarmi suyak qismdan tashkil topgan bo'ladi. Tog'ay qismi suyakka nisbatan tezroq o'sib ketadi va joyiga sig'may qolib, burun to'sig'ida qiyshiqlik paydo bo'lishiga sababchi bo'ladi.